Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Anchadan beri bir video qilmagan edik. Xudo xolasa mana ozgina vaqtlar ham bo'lib qoldi inshaalloh. Xo'sh, bugungi holatimiz 2 aprel. Inshaalloh mana bahor oyining 2-chislasi ham keldi, 2-oyi ham keldi mana. Xudo xolasa qulpinalarimiz holati, setkalarni yopdik mana do'stlar. Sekin-sekin holatga qarab turib, sharoitga qarab turib ish qilaveramiz. Bu so'lganlarimiz mana tandon issiqxonamiz deb aytganmiz, ancha baraqlab chiroyli bo'lib qoldi. Endi imkon boricha sharoitga qarab ish tutilaveradi xudo xolasa. Mana yon atroflar hali ham bekitilyapti, sababi harorat sal sovuqroq ham bo'lyapti. Mana baraqlab mevalari chiroyli bo'lib inshaalloh. Ular ikkinchiga qoldirgan kinsberilar mana baklari katta-katta bo'lib, mana chiroyli bo'lib, mevalari mana gulshodalari mana baquvvat bo'lib chiqib, holatlari yaxshi. Mana shu ikkinchiga qoldirilayotganda ham misol 3 ta 4 ta gulshoda olsangiz bo'ladi inshaalloh. Men kinsberida oldin ham aytganmiz, yutug'i yirikligida. Narigi tomonlarimizni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Bularimiz ikkinchiga qoldirilgan Albion Muranolar. Bular Murano. Narigi bol tomondagisi Albion. Rosa gullab atrofidan hammasi gul chiqarib, mana chiroyli bo'lib turibdi xudo xolasa. Bu keyingi yilga qoldirilganimiz. Hozir yangi ekkanimizni ham ko'rsataman. Mana ikkita issiqxonamizga, tandon issiqxonamizga yozgi holatda kuzda ekkanmiz bu yerga Albionlarda. Mana Albionlar rosa tomirlari baquvvat bo'lib, katta bo'lib turibdi. O'z tomir holatini ko'rsataman. Mana salafan yopishni boshladik. Xudo xolasa yaqinda setka ham yopamiz. Tomirini ko'rsataman sizlarga. Mana kechagi kuni ariqchasidan bir suv qo'yib yubordik. Undan keyin tepadan kapelnidan beri boshlaymiz. Mana tomirlari. Qaranglar, o'zi bak kichkina, lekin tomirlari o yergacha ketgan. Suv berganda tomirlari ozgina ochilib qoldi. Ko'mib qo'yishadi ertaga inshaalloh. Mana bular ham gul qaynab chiqyapti gullari. Sababi tomir sistema katta. Holatlari shunaqa. Tomirlar xudo xolasa matchning ko'chatlarimiz ekildi bu tomirlarga. Matchning ko'chatlarda ham gullarini oldirib tashladik, endi sekin-sekin baquvvat bo'lib rivojlanmoqda. Bu tomonda inshaalloh xudo xolasa yana bitta 15 sotik joyda kasetli ko'chatlar qilinadigan ko'chatxonamiz bo'ladi. Duo qilib turasizlar. Bu teplitsalarda o'tgan safar arkalarda nozikroq qilgan edik, setkalar ancha uchib, ancha qiyinchilik tug'dirgan edi shamol paytlarida. Bizga to'g'risi xudo xolasa endi baquvvat qilib bu yilga inshaalloh shunaqa niyat qilib turibmiz. Qilishlikni. Hozir o'rtada yana bitta stilajni ham ko'rsatib o'tib ketaman xudo xolasa. Xo'sh, mana stilajlarimizga ekilganiga 2 haftadan o'tdi xudo xolasa. Mana bu A-bochka, B-bochkamiz. Endi bizga sinovlik uchun mana hozir A-bochka, B-bochkamizni ko'rsataman. Mana matchning rasm bo'limiz A-bochka qilib qo'yganmiz. Fosforniy kislota qo'shamiz bundan. Bugun mana sprintalga berdik. 1 tonnaga 300 gram. Bu yerda mana bu tomonga ketadi. Yangi baklar chiqarib xudo xolasa rivojlangan. Gullarni olib tashlaymiz hozir birinchilar. Sekin-sekin rivojlanib baklar chiqarib kelyapti, zo'mushyaptimi yo'qmi bilmayman. Bizga endi sekin rivojlangani yaxshi. Erta bahor kuchliroq emas, sal yozga bizga massa bergani foydaliroq bo'ladi. Shuning uchun kuchaytirib yubormayapmiz. Bu tuvaydan ham sinov qilib qo'yganmiz mana. Bitta, ikkita. Bular endi katta ko'chat ekkanimiz uchun bular oq qulpinoylar. Yaponiyalik. Bitta yasobushi bor.
Stillajlarimiz mana. Xudo xolasa 10 ming atrofida ko'chat sig'di. Ekyaptik bu yoqlarga. Hozircha quyosh ko'rishi yaxshi inshaalloh. Mana kun botishi bu tomonda. Bu tomonni to'liq ko'ryapti bitdan keyin. Ertaman bu yoqdan chiqadi-da, bu tomonni bemalol ko'radi. Sinov endi inshaalloh Allohdan so'rab harakat qilyapmiz. Bularni olib turamiz mana. Qisqasi bu yerga 9 ming atrofida, shu 10 ming atrofida ko'chat sig'dirsa bo'lar ekanda. Tepasini setka qilishga hali bor. Lekin bu tomonlarni setka qilganmiz mana. Shu bu yerdagi o'plolarni ham bir ko'rsatib o'tib ketsak. Gullari chiqib, yangi gullar turibdi. Mana hozir chekalari atroflari hammasi ochilgan, tepasiga setka yopilgan. Sababi musalafonni olishga ozgina bor. Quyosh o'ta kuchli emas. Uje aprel oxiridan ularni ham olamiz. Mayga o'tib olamiz. Sababi yomg'ir kunlarda zarar yetkazib qo'ymaslik maqsadida bularni hozir qoldirib turibmiz. Mana ichkaridagi setkalar. Buguncha qisqacha ma'lumotimiz shu. Tani joylar sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh o'z panohida asrasin. Ishlaringlarga rivoj.